Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz do'stlar, aziz chorva muxlislar. Bugun biz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chorshanba Qorabog' mol bozoriga yetib keldik. Bugungi chislamiz 15-aprel hafta kuniga chorshanba, yilimiz 2026-yil. Do'stlar, videomizga, kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Videolarimizga like bosib qo'yingizlar, dumbillatib. Navoslarni ko'rsatamiz, boqilgan navoslarni. Ketdik, videomizni boshlaymiz do'stlar. Videomizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Do'stlar, videomizni boshlaymiz. Savdo bo'lyapti. 44 million so'm savdo bo'lyapti ekan do'stlar, mana ko'ringizlar. Shut katta navos. Mana do'stlar, ko'ringizlar qani. Savdosi bo'lyapti. O'zi bahosi necha pul palvon aka? 55 million so'm ekan. 44 million so'm realni savdo bo'lib turibdi. Katta navos do'stlar. Ko'ringizlar. Realni savdo bo'lgan joyidan. Bo'ylar taxminan 1.45-1.50 borda. Balandliklar. Keyingi o'tamiz do'stlar. Palvon boz o'rmisiz? Nech pul deyapsiz? Ulan 75 deb. Ikkalasini, ikkalasi 75 million so'm so'rayapti ekan, mana. Mana. Sal bunday turing-da, kallasini tushiraylik. Aka, bunday turing, sal tushiraylik. Mana kalla. Mana. Mana do'stlar, ko'ringizlar. Bo'ladi, bo'lmaydi, savdo. Aka, realni nech pul so'rayapti? Realni so'm. 67 million so'm so'rabdi realni, mana do'stlar. Ko'ringizlar. Buni dalshi boqsa ham bo'ladi, so'yib yorsa ham bo'ladi. Keyingi o'tiramiz do'stlar. Aka, zo'rmisiz? Nech pul bu? 40 mi? Mana 40 million so'm so'rayapti ekan do'stlar. Savdo bo'ldimi? 37 million so'rayapti ekan mana. Bo'ylar taxminan 1.35-1.40 borda balandliklari. Mana. Shuni savdosi bo'lyapti? Mana savdosi bo'lyapti uni. Mana do'stlar. 37 million so'm savdo bo'lyapti. Realni savdo bo'layotgan joyda. Ketdik, keyingi o'tiramiz. Odamdan baraka topsin. Nech pul ekan bu ola? Ha? 70 million so'm so'rayapti ekan mana. Mashalloh. Bu navoslikka olyapti buni. O'zingiz boqqansizmi buni yo yurganmi mollachiga? Mana do'stlar. Savdo bo'lyapti. Nech pul savdo bo'lyapti? Yon mashina ko'rsataylik. 53? 53 million so'm savdo bo'lyapti ekan mana. Orqalarini ko'rsatamiz. Qaysi kanal ekan? Chiroqchi mol bozor kanali. Bu izlab tavumda. Nimaga? Mana do'stlar. Mana shuni savdosi bo'lyapti mana. 55 millionga bo'lsa zaptaman. 55? Bergan. 55 millionga bermayapti ekan mana. Olamidingiz berganda? 55 millionga ola ekan aka. Zo'r ekan lekin. Ko'staymasmi? Zo'r ekan. Keyingi o'tiramiz. Bu zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Qandaysiz? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Nech pul deyapsiz bular? 35 dan deyapsiz. 35 dan 70 million ha? 70 million so'm so'rayapti ekan bu. Mana ko'ringizlar. Bo'ylar taxminan 1.35 bor-ku. Bor. Mana 1.35 borda balandliklari. Mana orqalarini ko'rsataylik. Qayerda yurdi? Mana. Olindi bu. Mana. Savdosi bo'ldimi bu? Savdo 60 million so'rayapti. Ikkalasini 60 million so'm so'rayapti ekan mana. Ko'ringizlar do'stlar mana. Assalomu alaykum. Aka, zo'rmisiz? Mana. Chiroqchi mol bozor kanali. Mana do'stlar, ko'ringizlar mana. Qo'yib qo'yamizmi bu nomerda? Ayting. 99 076 2074. Do'stlar, mana telefon qilaverasizlar, qiziq bo'lsa mana. Mana dehqondan, mana haqiqiy dehqondan. Mana do'stlar, qiziq bo'lsa telefon qilaveringizlar. Mana. Keyingi o'tiramiz. Bu kanalga obuna bo'lib qo'ying, tomosha qilaverasiz. Mayli. Ha, like'lar bosaveringizlar. Matbuotda bo'ladi. Shunday. Nech pul deyapsiz aka? Zo'rmisiz? 30 million so'm so'rayapti ekan. Savdo bo'lyapti? Savdosi 26 ga bor. 26 million savdo bo'lyapti ekan mana. Do'stlar, ko'ringizlar. Mana real savdo bo'layotgan joyidan. Mana. Keyingi savdo turamiz. Bozormisiz? Charchamayapsizmi? Nech pul deyapsiz? Savdo
Nech pul? 27 million 500 ming so'mga savdo bo'lyapti ekan do'stlar mana. Ko'ringiz. 27 million 500 ga savdo bo'lyapti do'stlar. Mana. Mana real savdo bo'layotgan joyidan. Keyingi savdo turamiz do'stlar. Xo'sh. Ko'rsatib boraveraylik qani. Ko'rsatib boraveramiz. Bu nech pul ekan bu? Zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz? 45. Savdosi bo'ldimi? 38 millionga yo'q emish. Mana 45 million so'm so'rayapti ekan. Mana. Biz g'or qilamiz. 38 millionga bermayapsiz bu? Bermayapsizmi? Yo'qmi? 38 millionga berilmayapti ekan do'stlar. Katta novozchi ekan. Bo'ylari taxminan 1.30, 1.35 borda balandliklari. Mana. Mayli, sobin keyingi savdo o'taveramiz. Qancha ekan bu? Sotildimi? Nech pul ketdi? 27 million so'm sotildi. 100 mingga kam ha? 16 million 900. Ya? 26 million 900. Uzr, adashib ketdim. Mana. Sotilgan joydan realni mana. Bo'ylari taxminan 1.30 bor balandliklari. 1.30 chiqadi. Mana do'stlar ko'ringizlar. Realni sotilgan joyidan. Mana. Xo'p, keyingi savdo o'tiramiz do'stlar. Mayli, sog' bo'lingizlar. Sotilgan joyidan. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, like'lar bosib qo'yingizlar, dumbullatib. Mana. Bu qizil istandan nech pul deyapsiz, falon aka? 45. 45 million so'mdan so'rayapti ekan. Mana. Ko'ringizlar do'stlar. Mana. Savdosi bo'ldimi aka bular? 75 million so'm so'rayapti mana ikkita. Iston parada. Balandliklar taxminan 1.35 lar bor-ku. Ha? 1.35 bor balandliklari. Katta novoslar do'stlar mana ko'ringizlar. Dalshi boqsalaringiz ham bo'lar, so'ysalaringiz ham bo'lar. Xo'p, rahmat, keyingi savdo ko'ramiz. O'zini dili bor, boshqa dili bor. Xo'sh. Bu olani aka shu yerda nech pul deyapsiz? Shu yerda ko'rsataylik. Aka shu yerda nech pul deyapsiz? 50 ha? Ikkalasi 100 million. 100 million so'm so'rayapti ekan mana ikkalasi. Ko'ringizlar. Katta kengish novosda bular. Mana. Ha do'stlar, savdosi bo'ldimi Palon aka? Savdo bo'ldimi? 85 million, 86 millionga yo'q. Qanday? Vaqti zo'rmi? Mazza yaxshimi mana? Ko'ringizlar do'stlar, mana shu it. Bu 1 yoshdan oshgan ha? 16-17 oylikda mana do'stlar. Ko'ringizlar. Baxtar senikimi bular? Mana nomer qo'yib qo'yamizmi? Ayt. 88 lik 155 0355. Do'stlar, mana telefon qilaveringizlar. Mana mukabti moli. Toza mollar mana. Ho'kizlikka yaraydi, novoslikka. Mana do'stlar, qiziq bo'lsa telefon qilaverasizlar mana. Maşallah. Mal Baxter. Bu nech pul ekan polvon? 50. Savdo bo'ldimi? 40 million. 40 million realni so'rabdi mana. 40 millionga yo'qmi? Qo'shsa beriladimi hozirroq? Qancha qo'shsa beriladi? Ko'ringizlar do'stlar. 40 millionga berilmayapti ekan, qo'shsa berilar ekan. Qayerda moli? Qamashini moli ekan. Mayli, sog'ing. Xo'sh, bu olindimi? Sotilyapti.
Nech pul deyapsiz buni? 40 million so'm so'rayapti ekan do'stlar. Mana. O, balajilarlar. Torting ha? Xo'sh do'stlar, hammasini ko'rsatdik. Videomizni shu yerda yakunlaymiz. Sog' bo'linglar.